Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Felix Minecraft do'stlar. Bugun videomizda biz chaqaloq modda o'ynaymiz. Mana yozishyapti. Mod yaratgan odam mana. Bir zombie king preset. Plus preset no fed to purchase straight click on. Bu mana deyapti. Mana daraxt yoniga borib, quruq qo'llamni agar kompyuterga bo'lsalar, konchalarlikdan yonlashtirlar deyapti-da. Nima deyapti? Sheep goes speak. Cho'chqa engine inson spawn. Bo'ldi, tushundim. Agar mana motorni ursak, qayta mana respawn bo'lar ekan. Nima dedim aytdi mana. Yolg'iz moblarga qarasak, qochib ketar ekan. Keyin yana nima debdi? Xullas, agar tosh qazsak, epic narsalar berar ekan. Qarang, hozir tosh qazib beraman. Qani mana tosh. Olmos berdi. Bultun olma yaxshi. Sizlar ham o'ynashni xohlasanglar, Kaizo Minecraft kanalidan olsanglar bo'ladi. Telegram kanal silkasi описаниеda. Xullas, bir normal narsa bermayapti. Xullas, bizga endi kerak emas bunaqa narsa. Yo, mana biz maqsadimiz vizorda yo'q qilish, ya'ni vizor bo'ldi. Guardian'da yo'q qilmoqchi edim, lekin Guardian yo'q ham bo'lsaydi. Endi ketdik. Qolgan narsasini berib yotibdi. Olmos. Obsidian yaxshi. Bizga borsa bo'ladi. Ya'ni vizorlar topib kerak. Vizor skeletlarni topib kallasini olamiz. Xullas, bizga obsidian berdi. 3 ta. Endi xullas qishloqcha galemni ko'ramiz. Yo'lga ovqat to'plab boramiz. Bu mod buni o'ynagan bo'lsalar, sizlarda bo'lmaydi kompyuterda. O'ynaganlar ham bor, telefonda o'ynaganlar ham bor. Qaysi versiyaga tushadi desanglar, 1.16.5 4G versiyaga. Men sizlarga o'tgan videoyimda ko'rsatdim. Goja launcherni yuklashdi, iPhone'dagilar yuklashdi. YouTube'dan tortasizlar, men bilmayman xullas. Meni videolar faqat alinaqa Samsunglar uchun. Samsung shnaqalar uchun. Android shnaqalarga. iOSlarga iPhone, iPad shnaqalar kiradi. Windows kompyuterdagilar o'ynaydi, ular bo'ldi. Ular shunday modda copyright qiladi-da. Uchta nuqtani bosib ekranda paydo bo'ladi. Shu mod ustiga bosadi-da, o'sha payda nomi chiqadi baby mod deb. Keyin faylni ochib download Telegram qilmisizlar. Android nimadirlarga bosasizlar. Keyin o'shdan launcher papkasi chiqadi. Launcher papkasiga mod kirasizlarda, keyin o'sha yerga copyright qilib qo'yasizlar. Men mod topib turib
tashlab qo'ysanglar bo'ldi. Nima bo'lmayapti mana. Qotyapti o'zimga. Telefon olganim uchun. Nega qotyapti bu? Bo'ldi. Çok biraz. Xullas, bizga piramida kerak. Videoni pauza qilib turaman, piramida topgin. Xullas do'stlar, videoni yana ko'rmagan bo'lsangiz, xullas videoni gapirgani havoga uchib ketdi. Topolmadim xullas. Xullas topolmadim. Shunaqa joyda topolmadim. Shuning uchun hozir mezirga boramiz. Topolmaganim uchun mezirga boramiz. Ketdilar, ketdilar. Temir. Bu yaxshi. Shu rudas bilan qazish. Mening fortuna bor ekan. Rudas bilan qazish. Bu oltin olma yaxshi. Menga vizir o'rganda kerak bo'ldi. Yana oltin olmashdi. Sindiramiz. Xullas obsidian nechta bor ekan? 4 ta. Bizga 11 ta kerak, yo'q 12 ta. Obsidian kerak. 5 ta. Mayli, obsidiandan ham topganimdan keyin sizlarga o'zim videoni yoqaman. Video pauza bo'lsin. Xullas mana topdim. 26 ta kerakdan. Voyda qariyalar ko'p. Chiqdik. Sizlar uchun 1 sekund, men uchun esa 1 soat. Ular kerak emas, bizga faqat kerakli narsalar tushdi. Qaytishimizga ham kelishimizga ham turadi. Mana. Opa. Borganda sindiramiz. Chunki yetmay qolishi mumkin. 1-2 ta. Yaxshiyam bloklarni olganman. Başını sindir var. Sindir. Biz ketdik. Pastga tushamiz. To'xtanglar. Hozir men yo'qmasam pastga tushib
narsalarim bo'ladi. Mashkari spawn point qo'yamiz. Spawn point qo'yamiz. Voy, ko'raman. Chiq. Yok. Yaxshi. Ana, yo'q, nimalar bo'lyapti? Yok. Mana yerda bazak ko'ribdi. Endi biz qo'shilib qilishimiz kerak. Nima albatta. Do'stlar, men o'lib qoldim. Kepining tarida turib qimmatdan qanday ahmoq bo'lishim mumkin? Xullas, video tugadi hammaga.